chiroyli ko'rinishlarni tatib oldim. Endi rozi bo'lgansiz aka. Parovoz bek yaxshi narsa. Men uni bek yoqtirma. Parovozni kim kesib qilgan? Buni vot kesib qilgan deymi? Vatdamsiz? Yo'q, xato dedim. Haras, George Stevenson kesib qilgan bo'lsa kerak. O qanday kesib qilgan? Buni aka, sen uqmamsiz? Yanılı memden so'rab baqayli-ya. Menga George Stevenson kerak. Endi bo'ldi. Go. Ya. Yaxshimisizlar? Men George Stevensonning mimi. Men sizlarga paravozning qanday kesh qilinganligini so'zlab beray. Obdan anglanglar. Ushqandek chapqin paravuz. Asrning boshlarida xonlarda ko'mir qazg'icha yig'ilib qolgan suvni o'r mashinasi bilan o'tiliq chiqarib turishga to'g'ri keladi. Ishlamak noiti beatdi. Bu yangi tipdagi o'r mashinasimi? Yangi oldingizmi? Shundoq. Qandaqka? Chiroyliqmi-ka? Men sinab baqaymi? O'r mashinasini senmi bilamsan? To'la chaqchaq qilma. Azroq bilma. O George Stevenson bo'ladi. Uning dadisi xangda o'r mashinasiga o't qilaydi. George Stevenson kichigidan tatib dadisining keyinda yurib, keyin u dadisining obdan yordamchisi bo'lib qolgandi. Bu o'r mashinasining yetarsizliklari ko'pkan. Harakatlantirgan bilan muaplashmasmikin? Nima da'vatsan? Sen degan bir yordamchi tursang, nimani bilatding, ha? Yo'lga qarab tur. Hozir harakatlantirman. Voy, nima bo'lgandi bu? Voy, nima shamdi bu, ha? Qaranglar, men bayildim deganmendim. Rost, yanıla Stevenson'un degini to'g'ri ekan. Asta, meni toza nas bostida. Yangi tipdagi bu o'r mashinasini yuqorbada arang olgan tursam, endi qanday qiliq? Kirsam bo'lamdi, taftish apandi. Sen metang, nemish? Yelqi yangi tipdagi o'r mashinasini men yasab baqay. Yasab baqay? Bo'lmaydi. Ustalar yasayolmagan narsani sen qanday yasay olaysan, ha? Mening ishonchim komil, yasay olayman. Nima, rasma? Men bir aplashib baqay. Xeyr, ishlash kep qilyapsan. Bo'pti. Yassang yasab baq. Ma'qul amsa. Shu chaqlar o'r mashinasi endili keşf qilingan chaqlatdi. O'r mashinasini Angliyalik James Watt keşf qilgandi. Bir qitim Watt chögün qapig'ining o'rining kuchida ko'tarilganligini ko'rib qilib, o'rning kuchidan foydalanish niyatiga keldi. Shuning bilan u o'zliksiz tadqiq qilib, oxiri o'r mashinasini yasab chiqdi. Stevenson kichigidan tatiblar o'r mashinasiga qiziqadi. Lekin u oilasining namratligidan o'qish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Shunga yeshi xeyli cho'ngib qolgan bo'lsa-mu, yanada savadsizdi. U 18 yoshga kirganda ondan savadini chiqardi. Keyin u yana o'r mashinasiga oid bilimlarni o'rgandi. Qaranglar, Stevenson oxiri o'r mashinasini yasadi. Harakatlantiraymi? Sinab baqayli. Bak bana iş oldu. Nahayet bana iş oldu bu. Karamet iş oldu. Rahmet sana. Hammeylan Stevensonni maqtab ketishdi. Keyin u mas'ul boshqaruvchilikqa o'stirildi. Stevenson o'r
mashinasini yasab yaxshi qilding. Endi to'xtamay ko'mir qazig'ili bo'ldigan bo'ldi. Lekin ko'mirni sirt to'shig'ili bo'lmasa, kezaverib dövlab qo'ygandan nima foydasi? Bir amal tepib, uni shaharlarga, portlarga to'sh kerakdi. Rastaydi, o'choqlarda ko'mirlar relsda mangadigan ot arivlari bilan to'shiladi. Hay, otodash, ishtigirak maqsanchi, ko'mir tog'dek düvülnib ketdi. Hey, meni to'liq qiynamanglar. Men butun kuchimni sarf qilyapman. Buningdan tez mang'anmayman. Boshqa narsaning kuchidan foydalaninglar. Eng tez mang'adigan uloq kelib ishlasin. Sen eng tez yuguraysan-ku. O'r mashinasi deydigan bir narsa bor emasmi? O'r mashinasi? O'r mashinasini qandaqsiga uloq tegili bo'ladi? Uni uloq tegili bo'lmamda. Amal tepildi. Bu bulduğan amalken. Çatak yok. Mem, anlap dur. Men çokum hor maşinsini atның ornunda haru söyleydiğen qilib yasap çıkımen. Bekoftan bo'ldi. Emisa, uni paravuz deb atamdı. Şundaq, paravuz deyli. Buludu, men paravuz yasay. Paravuz atdin kişlik hem tez mağdığan bolsun. Bulandı. Dada, nim qılıvatsa? Robert, paravuz yasaşını tadqiq qilyapman. Paravuz demsa? Robert, men kichigimda o'qish imkoniyatiga erishamagan. Sen maktabda yaxshi o'qib, cho'ng bo'lganda menga yordamlash. Angladingmi, Robert? Men cho'qim sana yordamlashima. Yaxshi. Sürüştürüp gelsek, paravuzni tuncu qitim yasagan adam Stevenson emas. Belki Richard Terwitki. O hor mashinasi injener edi. O birinci bulup hor mashinasidan foydalanib paravuz yasashga urinib baqqan. O chaqdagi hor mashinasi nayti egiz, ammo surati bekmi oz tutdi. Terwitki keraksiz gazni turg'undan chiqarib etib, o'tning kuchini ulg'aytib yurib, oxiri kichik tipdagi paravuzni yasadi. 1804-yili Terwitki nomli tunji paravuz dunyoga keldi. Çok aylandı. Ne oldu? Sınak mağlup oldu. Terwitki shundan keyin umidini üzüp paravuz yasashni biraqli tashlab etdi. Bu 1812-yilning ma'lum bir kuni edi. Hey, Stevenson, Bahram kanada ko'mirni paravuz bilan to'shig'ida kirib kelmabsan. Nima? Paravuz? Qolsgan ha? Qolsgan. 8 vagonda tatalamdı yo'q, texin navbatni ko'ramiz. Shundaq. Paravuz o'rilib ketib yurmas. Shundaqdimi bir ko'rishga arziydi. Rastlamaganda qandoq? Mangdi bu. Mangdi. Rastlı mangdi. Mangdi. Haqiqatan qaltiskan jumi, ha? Qaltiskan. Lekin sen qo'poldak qiladi. Oy, qaranglar, chatoq chiqdi. Qaraganda paravuz atni o'rnini bosamaydigan o'xshaydi. Paravuz degan bir nima, raskaq kamigidek. Stevenson, qandaq paravuz bo'lmamdika? Bo'ladi ekan. Lekin azroq yaxshilash kerak. Paravuz davri hamon yetib keladi. Men ishonch hosil qildim. Stevenson nayti astoydildi. U avval ilgirki paravuzlarning yetarsizliklarini tekshirib chiqdi. Terwitki nomli paravuzning porshin bilan chaqning o'ttirisiga tishliq chaq o'rnatilgandi. Lekin relis ustidagi chaq tishliq emasdi. Shunga paravuzning vazni yeniklatilsa, chaq bilan relisning surkilishi ozayib, natijada chaq quruq aylanadigan bo'lib qoladi. Poldan so'p chaq bilan relis qachish chiqargandi. Lekin tishliq chaq bilan relis tishi o'ttirisida surkilish paydo bo'lg'achqa, chaq tez aylanolmaydi. Stevenson inchiki tadqiq qilib, boshqacha bir xil amal topdi. Ya'ni porshin bilan harakatlanguvchi chaqning o'ttirisidagi tishliq chaqni elib tashlab, ikki chaqni tutashtiruvchi dasta orqali tutashtirdi. Shunday qilib, Stevenson bir xil yangi paravuzni yasab, uningga sayohatchi deb nom berdi.
çağlarda Darlington kömürkani bilen Sidrgudun portu o'ttirisida relislik at harbi qatnashini yo'lga qo'ymoqchi. Stevensonning bir jaboda kishilarni relislik at harbining o'rniga paravuz ishlatishga ko'ndirdi. Stevensonning sayohatchi nomli paravuzi oxiri yo'lga chiqdi. Albatta, mashinist Stevensonning o'zi edi. Tavas kömür qaçlangan 6 vagon, yo'lovchilar tushgan 28 vagon, jami 34 vagon qator tizilib turadi. Hey, sayohatchi nomli paravuz rastilla 34 vagonni tota oladimi? Unda qilganda parqozni portlab ketishi mumkinmi? Pek dehshatli ish bo'ldi-da. Bo'pti. Sayohatchi nomli paravuz ot bilan baslashmoqsin. Emse hazır başlaymiz. Başlandı. Qo'zg'aldi. Choq aylandi. Robina, tezroq chap tur. Tez bo'ladigan qo'y. Raqs emasmi? Otdek tez yuguraydi. Daryoga to'g'ri gap qoldi. Tez yurgan bilan to'salg'i bek ko'p. Poyezd yo'q. Poyezd relisda mang'idi. To'salg'i oz. Shuning qaraganda poyezd yana tez mang'idi ekan. Bu to'g'ri gap bo'ldi. Texnik kelmeydi o. Geldi. Storkidon bitti. Sayohatchi nomli paravuz muvaffaqiyat qozondi. George Stevenson muvaffaqiyat qozondingiz. Yaxshi qildingiz, sizni tabriklayman. Paravuzning ne kadar afzalligini endi bilgansizlar. Rahmat. Quyuq usti ko'sayda qap-qari bo'lib ketdim. Qap-qari bo'lib ketsam mayli. Sayohatchi nomli paravuz soatiga 20 kilometr mangdi. Bu dunyoda tunji qatim qatnash quroli sifatida ishlatilgan paravuzdi. O çağlar sanoat inqilobi davri edi. Yangi mashinalar to'xtamasdan kashf qilinib, yangi mahsulotlar keyni-keyndan ishlab chiqarilib turadi. Lekin ishlab chiqarilgan yangi mahsulotlarni o'tliq to'shib turishga to'g'ri keladi. Shu sababdan ham tez, ham ko'p to'shning chorasini tepish kerakdi. Ayni vaqtda Manchesterda to'qimchilik sanoati intayin taraqqiy qilgan bo'lib, ishlab chiqarilgan raqlar harva yoki paraxod bilan Liverpoolga to'shiladi. Qish kunlari daryo to'nglab ketib, paraxod mangamaydi. Shuning bilan ular Stevensonni eslab, uning yeniga odam ivatib, uni Manchester bilan Liverpool oraliqiga 51 kilometrlik temir yo'l yasashga taklif qildi. Stevenson oliy maktabni bitirgan o'g'li Robert bilan birlikda loyilab, oxiri Rakita nomli paravuzni muvaffaqiyatli yasab chiqdi. Rakita nomli paravuzning parqozni yaxshilangandi. Shunga parning kuchidan to'liq foydalanishga bo'ladi. Bu chaqda ular reylis yetkazish uchun o'lchash xizmatini boshlab Biroq Dada diqqat qiling. Robert, taxas bol. Yo'q qilish, tez yo'q qilish. Bizga temir yo'l kerak emas. Bizga Stevenson kerak emas, tez yo'q qilish. Yo'qolsa. Bizga temir yo'l kerak emas. Bizga yo'l kerak emas. Yo'qol. Dada, tez yo'q qilish. Robert. Stevenson qiyinchilikqa duch keldi. Temir yo'l yasashga qarshi turg'uvchilar ko'p edi. Ba'zilar paravuz turg'undan chiqqan iz ziroatlarni qurdirdi, o't opit paydo qildi deysa, yana ba'zilar sog'liq qo'y va mekiyanlar paravuzini o'rkib ketsa, sog'liq qo'yning suti tortilib, mekiyanlar tug'maydigan bo'lib qoldi deyishdi. Yana ba'zilar temir yo'l yasalsa, harva bilan paraxod keraksiz bo'ldi deb qaradi. Qarshi fikrdagilar ko'p bo'lg'ashqa parlament temir yo'l yasashga qarshi qaror ma'qulladi. Stevenson temir yo'lning bexatarligini qayta tushuntirib, oxiri odamzod oyog'i tegmagan yerlarda temir yo'l yasashga ruxsat oldi. Lekin u yerlar sapli sasliq edi.
Dada, bu yerlerini... Bu yerler saplı saslıkken. Bundaq bolsa tömür yol yasıgılı bolmaydı. Dada, burun siz arkanda kıyınçılık yoluqsınız mı? Onu yenip çıkarttınız mı? Robert. Mana endi yiningizdi men ba. To'g'ri deding, Robert. Bundan keyin men sizga yordam bo'laman, dada. Rahmat, Robert. Shundan e'tiboran Stevenson bilan Robert har kuni ertagandan qorong'i tushguncha ishlab, 3 yil deganda oxir temir yo'lni yasab bitirdi. Lekin ba'zilar paravozning bexatarligiga yanada ishonmaydi. Shunga Stevenson kishilarning paravozni texnik yaxshi tushunishni ko'zda tutib, paravoz musobaqasi o'tkazish taklifini o'tirg'i qo'ydi. 1829 yılı 10. ayının 6. günü paravoz müsabakası ötküzüldü. Birincisi Şabalir namlık, ikincisi Başbiyarus namlık, yani birisi Nobel bayrağı namlık paravozdu. Bak çıraylık gel. Çempiyon bolsa gap yo'q. Çoğum Nobel bayrağı namlık paravuz şampiyon boladı. Bu paravozcu Stevenson bilen Robert yasagan Rakita namlık paravuz. Bu paravuz beksepken Nobel bayrağı namlık paravuz bilen qandaq Şunu deyme, qandaq çempiyon bola alsın. Rakita namlı paravuz herkes çempiyon bulamaydı. İkinci günü müsabaka başlandı. 32 kilometre aralıkta o yak bu yakka 20 katım meniş belgilendi. Şabalir bilen Başbiyarus namlık paravuzdan çatak çıkıp orundan kozgulanmadı. Bu bombadı o. Bu ne qandaq mı paravuzluğu bolsun? Nobel bayrağı namlı paravuz batıqı. Qo'zg'oldi. Ne bile degan bilan Nobel bayrağı namlı paravuz da. Oy, Nobel bayrağı namlı paravuzun bolğandı. Yaman bo'ldi. Çatak chiqqanda qiladi. Asta, Nobel bayrağı namlı paravuz mu yatdı? Üçüncü günü Rakita namlık paravuzga nöbet geldi. Stevenson, Robert, gayret qilinglar. Rahmat. Qaltıya zor muvaffaqiyat bu. Dada, sizni tabriklayman. Paravuz davri oxiri yetib keldi. Şu çağda Rakita namlık paravuz sahibiga 46 kilometre yürüp birinci bo'ldi. 1830 yılı Manchester bilen Lyon aralığında resmi poyuz qatnadı. Keyin Stevenson bilen Robert hamkorlashib, o'zliksiz yaxshilab nurg'un paravuzni yasadı. Shunga Stevenson paravuzning otasi deb ataldi. Angliyaning temir yo'l qatnashi tez taraqqiy qildi. 1850 yılı 11.000 kilometrga, 1870 yılı 25.000 kilometrga, 1890 yılı 320.000 kilometrga yetdi. Amerikada 1850 yılı 14.000 kilometrga, 80.000 kilometrga, 260.000 kilometrga, 1920 yılı 420.000 kilometrga yetdi. 1854 yılı Amerikalik bir Yaponiya generaliga taqdim qilgan sovg'alarning ichida paravuz modeli batdi. 1872 yılı Mungjining 5 yılı Xinjiang bilan Xinbin oralig'ida birinchi qatim temir yo'l yasaldi. Shu chaqda Rakita namli paravuzning muvaffaqiyatli yasalganiga 43 yil bo'lgandi. Poyez kishilarning ajoyib olqishiga erishdi. Ilgari Xinjiangdan Xinbinga berish uchun to'p-to'g'ri bir kun ketadi. Bilen bolsa 54 minutlu bağlı buladı. Kira hakkı kıymet bolsumu yanına poyuz kolaydı. Bor paravuzi bağın sır azıyıp onun ornini motorluk paravuz egelledi. Yani elektrik paravuzlamı ba. Sizler hemmini köygen bolsanlık gerek. Hayır hoş. Stevenson'un paravuz yasagan işleri ne? Emdi fuqqansa?
Uqdim, shundaqmi? Ne ketdi bu? Telefon? Vay. Men. Sen o'zing yolg'iz ne ketding? Men elektrik poyezdda. Elektrik poyezdda? Bu kelgusidagi poyezd azroqmi chayqalmaydi. O'rinda o'tirib televizor ko'ygili, telefondagi bildikka, ajab qulaylikka. Stevenson hayron qilayapsan. Hey, men kino ko'raman. Telefonni qo'yib etdim, ha? Poyezdda kino ko'rgil bilamdika? Bildikka.